Do'stlar, payshanba oqshomi 11:30da kim xotinini qo'yniga yotibdi, kim esa ertalabki juma ehsoniga harakatni boshlab o'rganmiz. O'rtalarimdan aytgan rozi bo'lsin, ertalab hammasi ishga ketishadi, sinfdoshlarim chaqirib oldim, chunki ulgura olmaymiz. 40 xil produktdan 35 xilini oldik. Hozir hammasini upakovka qilamiz. Tovuqlarimizgacha keldi, shirinlarimizgacha keldi, sariyog'larimizgacha, non, shkarablarimizgacha, konfetlar, guvoh hammamiz keldi. Ertaga juma 35 ta xonadon. Biz podgotovkani уже qilib yotibmiz. Choylarimiz 2-3 xil, pichenlarimiz ham zo'rlari keldi, xudo xolasa. Kim hissa qo'shadi, ulgurib qolinglar. Ertaga juma bizda 2 kilodan 35 ta xonadonga 70 kilo go'sht olishimiz kerak. Go'shtga hissa qo'shing. Meva 1 kilo olma, 1 kilo banan olamiz. Xolasiz mevasiga, xolasiz kolbasa, varyoniy kapchoni ulgurmadik, ololmadik. Sosiska ololmadik, tuxum ololmadik, kartoshka, piyoz ololmadik. Kim qaysi biriga hissa qo'shsa, aytgan barchamizdan rozi bo'lsa, ertaga 35 ta xonadon xursand qilamiz.